2016-8 bir yerde Honda motor çıkıdı. Şimkense maşina 16'da 8. ay yani kiler yılı 11. ay boşamış 8. ay 1'de 5 çıkıdı. Pılısı 9300 kopuluk ay olursa maşina unup teki almaz kaval katilam yok. Ma o Şimkense çıkıdıyken barmak totalı en alıysa. Andaki mağlap kaç 2016'da 8. ay yani başa 8. aygacha kolxot to'lak o'rindiqli to'lib chiqadigan shu yer balla. O 7300 kopuluk ay olursa maşina unup teki almaz kaval katilam yok. Maşina qop qaramaskan, qar ko'krakkan, qar ko'k mayilkan, maşina urib tekashlar faqatlam yo'q. O 7300 kopuluk ayolsizlar. Andaki ma 7 kvarmada atgan olsa, ma va 10 ming asla 9800 kopuluk ayolsizlar 2014 10 yaşayan başa 10 aygacha maşina 1.6 qo'lxot chiqadi, pulusi muvofiq, bijirim pakiz bir narsa desam bo'lsa, oilamda odamchiq va aytayamizlar deydigan do'stlar. 10 ming asla deydigan do'stlar, mana deydigan maşina qabiy yangi balla. Maşina buniki 7-8 ming 8 ming 9 ming sotganlarimiz bor. Mava bagrak yangi balla. Yangisini qilsal yurish qilgan, mana ichilarim qarasam shunday yangi. Urib tekashlar qattilam yo'q. Bir mashina ichida bir mashina sodasida 1 ming 2 ming olgan bo'ladi. Shu mashina pokizlik qilib 400 pul 1 ming pul bir mashina ichida hech qancha gap emas. Mashinaniki bahsi hech qancha gap emas. Mashina o'zi amaliy pokiz qilib qo'yib kelmasanlar bo'ldi. Andaki mava 2018 shanba 8 aygacha shu yer 1.6 el motor chiqadi. O 7300 kopulga qo'lxot to'lak o'rindiqli to'liq chiqadi. Xuromrondoq rolda anjan qo'lxot to'liq chiqadi. Plus muvofiq zavod degan yo'llarni tatib mashinaniki. Mashina puti yambalanmalatda maysarpiya tuvan pagizroq bir narsa deydigan do'stlar. Qar ko'k mayliroq ekan, qar ko'k mayliroq ekan. Plus o 7300 kopulga ayolsizlar. Andaki ma'lum qolsa 2016-8 boşan kiler yılı 11. aygacha. Maşina adet qarsalama 4 eshikliga tenshib gitti. Ma ishiklari barmoq, ichilari mironi ishkildirib anjan, andaki barmoq totalida xuromrondoq mushkulliksa en alisa. Maşina Honda motor chiqdi, Honda Fido motor chiqdi, 1.5L maysarpiya tuvarak bir narsa. Deyman deydigan do'stlar bo'lsa 9300 kopulga do'stlar, unda qatamalar qiladigan hammalarga ko'p rahmat.